bir ajoyib xushxabar bilan keldik. Qizimiz Karomatxonni acharoqli operatsiyasiga muhtojligini aniqlab, vaucherlarimiz olib kelgandik. Karomat qizim 2011-yilda tug'ilgan. Chaqaloqligidan beri ko'rsatamiz-da, mana har oy Toshkentga olib boramiz. 2 marta operatsiya qildirdik. Moddiy tomondan ancha qiynaldik. Kutmagandim. Qilgan duolarim ijobat bo'ldi. Prezidentimizga katta rahmat. Ro'za Ramazon oyida bizni yo'qlab, shuncha yaxshiliklar qilganiga jonlari sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz aka, salomatmisiz? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Shukr. Men yangilik bilan keldim. Ha, keling. Prezidentimiz tashabbusi bilan Ramazon oyida ijtimoiy risk turgan oilalarni davolanish va jarrohlik amaliyoti uchun Vaqt xayriya jamoat fondi tomonidan to'lab beriladi. Ana shu kasallik bilan 1 yildan beri qorin grijasi bilan kasallanib qoldim. Operatsiya qildirish kerak ekan, lekin operatsiyaga mening moddiy mablag'im yetmaydi. Og'ir mehnat qila olmayman. Farzandlarimni boqishim kerak, oila boquvchisi menman. Shu kunlarda shu eng katta niyatim shu, grijani oldirib shu darddan xolis bo'lib, oilamga foyda keltirsam. Mana prezident tashabbusi bilan mana Ro'za Ramazon oylarida niyatlarim ijobat bo'lib, ko'p o'tmay ijtimoiy himoya xodimi kelib, mana shu taklifni aytgandan ichimdan shunday bir quvonch, xursandchilik o'tdi. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum Sayyor opa. Biz sizga mana shunday yaxshi xushxabar bilan keldik. Endi davolanishdingizdan ham va operatsiya pullaridan ham qayg'urmang. Davolanish pullari, jarrohlik amaliyotlari davlatimiz tomonidan bepul amalga oshirib berilmoqda. Bu qarorni eshitib, prezidentimizga avval rahmat. Xursand bo'ldim. Davolanish uchun pulni topolmay, davolanolmay yurdim. Biz ishlayolmay, o'sha elimda ketgan. Yig'lamang qolib. Sog'ayib ketganda nima niyatlaringiz, orzularingiz bor nasib? Niyatlarimning bittasi amalga oshdi. Rahmat. Hozir kvartirada turibman. O'sha o'zimiz uy olishni niyat qilaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan muborak Ramazon oyida Viloyat tibbiyot ko'p markazi shifoxonasiga davolanish uchun vaucher taqdim etilyapti sizlarga. Sog'ligi tiklansa, biz ham vrachlar xursand bo'ladi. Rahmat. Bu ulug' Ramazon oyiga biz kutmagan sovg'a bo'ldi, tuhfa bo'ldi. Bu o'zi mablag'da qiynalib turuvdik davolatishga. Juda ham xursand bo'ldi. Akajon, davolatamiz sizni.